Assalomu alaykum, hurmatli Oson bozor YouTube kanali kuzatuvchilari, chorva mol qo'y ishqibozlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan qadrli obunachilar. Mana sizlarga bugun Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Pulol mahallasidan sotiladigan 6 bosh simental buqalarimiz bor. Shularni ko'rib, tomosha qilib, iloji boricha qo'lingizdan kelgancha beminnat layklayni bosaverasizlar, og'alar. Qo'ldan kelgancha xudo xolasa sizlarga yoqadigan video olishga harakat qilamiz. Ko'ringlar, 6 bosh, buqacha 5 boshi toza simental, 1 bosh gibrid. Omma sutga to'ygan chiroyli narsalar kelgan. Buni qaranglar, o'ta idealdagi bari zot bop. Nasl, toza naslli narsalar kelgan. Sizlarga kelin deyman. Ko'ringlar, buni qaranglar. Hammasini korobkalar chotki. Bir aybi nuqsoni bor narsalar yo'q, xudo xolasa. Hoji ukamiz mana sizlarga mana shuncha narsa olib kelib qo'yibdi mana. Ko'ringlar mana. Hozir bir qator yurgizib ko'rsatamiz. Mana. Shu bola o'zi yosh bo'lishiga qaramay, mana shuncha mol to'plab tirikchilikni o'tkazyapti. Gap yo'q. Hoji bola shuncha narsani qayerdan yig'ib oldingiz? Biz zo'rini yig'amiz. Bu Rossiyaniki bormi ichida? Rossiyadan kelgani bo'lsa bo'lmaydi. Qanaqalar bular? Qayerlardan kelyapti bular bo'lmasa? Toza firmalar bilan chiqadi. Bitta tanishtiringchi, qaysi qayerdan kelgan, mo qayerdan kelgan qilib bir ko'raylikchi. Rossiyadan kelgan, Namangandan kelgan, Andijondan kelgan, Yozg'on. Bilas, bu xonajin ikkovi sotildi. Mana u ikkovi sotilib ketdi. Bog'dodga sotildi, 45 million 500 mingga sotildi. Endi xonajinlari ketdi shu narxga. hozir endi 6 dona simental buqalarimiz bor. Bir dona gibridi bor. Gibridni ham ko'rsatib qo'ying. Hozir. Gibridni ham Mana uzunligi o'ta. akalar mana shu hammasi bunday basharanamni olsangiz, oq kipri, oq tumshuq bariniki. Haligi xana xona mollar bizni fermaga kiravermaydi. Shuning uchun zo'r bo'lsa olinadi bizda. mana akalar Ular haligi sut emib turgan narsalar bas, ichi o'tardan, o'lim holatidan o'tgan narsalar bular. Primerni 5 oylik atrofida ekan-da, qo'yiq suyug'iga. 4-5 oy. Hammasini shoxi kuygan. Ha, hammasini suydirgan. To'qoli ham bor. Misol uchun mana shu gibridni enotasi nima? Buni onasi simental, otasi rossiyskiy. Xo'p. Mana bu ikkovlasi o'xshash ekan. Bitta jo'natish. Ikkovi bitta fermadan chiqqan. Ortiq hozir taniganlar bo'lsa, Ortiq hozir ikamizdan chiqqan. Ortiq akaning firmasidan chiqqan ekan. Ortiq hoji akaniga ham firmasidan ham narsalar chiqavermaydi. O'zi haddan sotishmaydi ular. Mana akalar bitta joyga to'planib qolishibdi. Mana. Xo'p. bularda narxlarni aytaylikmi bir marta? Yo'q, oldin tanishtiraylik. Men misol uchun mana u ash boshqacha ekan. Ash birinchi o'tib ketgan. Mo'lar boshqacha ekan mana. Hammasi har bir firmadan chiqqan. Bitta firmadan. Lekin Rossiyaniki yo'q ichida, ishonarli hammasi. Bu Keyin sifatga ham yaxshi ishlab qo'ygan ekansizlar. Hammasi brend-da, men qaranglar akalar. ay sutga to'ymasdan hamma xona mollar kelavermaydi-da, o'zi bilganlar biladi bizni. Gap yo'q, barakasini bersin. Xullas, eng kichkinasi 3,5 oylik. 3,5-4 oylik. Eng kattasi 5 oylik, 5,5 oylik. Zo'r, gap yo'q. Mana akalar, mana shu tamog'im. Mana shu ikkitasini sotib qo'yishibdi. Ikkovi ham xonajin ekan, novoslar qoldi. Ichida eng katta novosi mana shu ekan. Omma sifatda ham yorib qo'ygan ekan. Quloqlar silkini almashib qo'ygan. Quloqlar qaranglar, haqiqatda yomon qaranglar. Quloq uchsa bo'lar ekan, bunda parashyut qilib. Katta bo'lsa keyincha. Haydinchi mashlarni hoji. Quloqlar o'ta katta ekan, omma, gap yo'q. Tozasida quloq katta bo'ladi-da. Mana o'n qaranglar. Gap yo'q.
Bular narxlari qanaqa hoji bola? Bularning narxlari 23,5 milliondan 27,5 milliongacha bor. Buqalarimiz. Tanlab olishga. Ha, xohlagan talavalar narxi o'zgaradi. O'sha eng pasti 23,5, eng tepasi 27,5. Qo'yiq suyug'iga necha puldan berasiz bitta joyga? Quyuqiga 25 million 800 mingdan beraveramiz. Endi hoji bola qarang. Men sizga aytaman, siz o'shanga xo'p deysiz. Lekin past bervormang a. 23 milliondan 27 milliongacha bor deylik. Qo'yiq suyug'iga 25,5 dan deylik. 25,5 dan. Ko'p hisobida ketaveradi, jichapchasiga qaramang. Ha bo'ldi, hammasi bitta joyga olishsa, o'sha 25,5 milliondan beramiz. Tanlab olishga 23 milliondan 27 milliongacha. Bo'ldi, siz obunachilaringiz uchun. Qadrli aka-ukalar, 90li 831 0047 ga aloqaga chiqaverasizlar. Telegram WhatsApp bor. Yeb itishiga javob, trifkalari bo'lgan hammasini. Hamma narsaga emlon bo'lgan. Turini olib kelib, mana shu tekshirtirib olaveradi. Qaranglar, akalar, mun qaranglar. O'ta kirasada, bular. Qulog'ida qaranglar, mashalloh. Ko'zda zo'r. Oma gibridni bo'yi ham yaxshigina ekan. Bu necha oylik? Uzunligi ham hapshimizdan tinoqligi tinoq. Necha oylik? 4 oylikdan o'tgan. Mana akalar 4 oylikdan o'tgan ekan. Hali Germaniyadan sement olib kelishadi-yu. O'shalar bilan urishadigan. Tenma-tenjanga chiqaveradi. Yo'q, bitta ham ko'chab bormish. Hoy. Gap yo'q. Xullas, kelgan odamga xayrini qilib beriladi va bunday dangal o'tib ber. Sizga ko'rib, olib ketadigan bo'lsa kami ko'p, xudo xolasa. Qadrli obunachilar, omad tashab ketadigan mol yo'q bu yerda. Hammasi bir-biridan chiroyli. Dilentresga kelsalaring ajrata olmaysizlar. Muni olaymikan, uni olaymikan, hammasi go'zal ekan deb hammasini olib ketadigan. Iloji bo'lsa, bir qo'ra qilib olsalaring, 1 yil boqasizlar, shunday sotsalar, tenma-teng tashaveradi bilan. Misol hozir narx shu o'rtacha 25 milliondan hisoblasalaringlar hammasini. 1 yildan keyin shunday sotaman desalaring, 1 yil, 1,5 yil ichida yana 25 milliondan paydo bo'laveradi, xudo xolasa. Qolgani Allohdan, rizqni beruvchi Alloh, tavakkal qiluvchi sizlar. Hech narsadan qo'rqmasdan olib boqinglar, tavakkal qilinglar, xudo xolasa Alloh barakasini beradi. Mana gibrid ishqibozlaring mana. Ular bu ham o'zgarish. Iloji boricha kim olsa ham bitta joyga olsin akalar. Chunki bir xilda raza tushadigan narsa. Bunaqa ancha-muncha joyga chiqavermaydi. Hali hammasi bir xilda, pastli hammasi. Terilgan mollar, gap yo'q. Xullas, ko'rdilaring, etdik. Biz sabab cho'p oldik, oila baraka topinglar. Video davomida xato va kamchiliklar yo'l qo'ygan bo'lsak, uzr so'raymiz. Keyingi videolarda bundan-da yaxshi, bundan-da chiroyli videolar olishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishguncha deymiz.